Doimo yuzida tabassum bilan yuradigan xonanda, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz haqida kutilmagan xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Alisher Fayz 1994-yilda 10 yashar vaqtida Toshkentdagi Giler musiqa maktabiga dutor yo'nalishi o'qish uchun kelgani va bolalik xotiralari bilan bo'lishdi. Ijodkorona bo'rttirib aytadigan bo'lsam, 10 yoshimni yolg'iz kutib olganman. Chunki Toshkentga o'qishga kelganimdan keyin yanvar oyida 10 yoshga kirganman. Bu payt men uchun yangi muhit, do'stlarga va ustozlarga moslashish davri bo'lgan. Hayotda esda qoladigan kunlar bu sen chindan yashagan kunlaringdir. O'qishimning dastlabki bosqichida uyni, yaqinlarimni sog'inardim. Ta'til vaqtida do'stlarimni yaqinlari kelib olib ketishardi. Kech kuzak yomg'irli kunlarda ham darvoza oldida soatlab uydagilarim meni olib ketishlarini kutardim. Keyinchalik yangi muhitga ko'nikkanimizdan so'ng ustozlarimiz bizni haydab ham ketkazolmagan. Kichik Alisherga 10 yosh vaqtida bola bo'lish, kunini bolalarcha o'tkazish orzu, shu bilan birga og'riq ham bo'lgan deydi xonanda. Bugun davralarda jaranglaydigan she'rlar u ajoyib qo'shiqlar egasi bo'lgan Alisher Fayz san'atkor bo'lishida yaqinlarining, xususan onasi hamda buvisining xizmati katta ekanligini ta'kidlaydi. Men yashayotgan hayotda mehribonlikning haqiqiy namunasi onamdir. Chunki bu mehribonlik mendan hech narsa talab qilmaydi. Shartsiz muhabbat bu. Insonlar qandaydir manfaat uchun mehribonlik qilsa, oila a'zolarim, onam, buvim hech nimani qoyil qilmagan paytlarimda ham shartsiz mehr muhabbat bergan insonlar. Tog'alarim, xolalarim, bobom men uchun shartsiz mehrning mahorat darsini o'tab bergan insonlardir. Yosh Alisherga xolasi sahnada kuylashi uchun navbat olib bergandan so'ng buvisi unga tuxum ichirishini so'zlarkan, agar san'atkor bo'lmaganida kamida bokschi bo'lishini aytadi. Negaki buvisi har safar to'yda kuylashga chiqishidan oldin kichikroq piyolada iliq suvga aralashtirib tuxum ichirganligini eslaydi. Qo'shiqlarimning she'rini onasi yozib beradi degan gap tarqalganda. Ma'lum bo'lishicha, Alisher Fayz bir necha yillar oldin futbol to'plarini yig'ib borishni yoqtirgan. So'ng oradan biroz vaqt o'tgach, bu mashg'ulotning o'rnini boshqasi egallagan. Men hobbilarimga sodiqman deb o'ylamayman. Orada shunday vaqtlar bo'lgan. Kola ichimligini yaxshi ko'rardim. Dunyoning turli joylarida turli kola bo'lsa kerak deb shu ichimlikning kolleksiyasini yiqqan paytlarim ham bo'lgan. Hatto yaqin muxlislarimiz ichida konsert vaqtida ham shu o'zgacha ichimlik turlaridan sovg'a qilgani ham topilgan. Hozir katta farzandim Xolidbek maktabda futbolga qiziqadi va bu sport bilan shug'ullanadi. She'r yozsam ham, kuy bastalasam ham onamga qo'ng'iroq qilib, ularga eshittiraman. Ular she'rlarimni eshitib, ko'rib baho berardilar. Onam ona tili va adabiyotdan dars berganlar. Shunda yaqinlarimiz orasida onasi she'r yozib berar ekan, o'g'li esa musiqa qilar ekan degan gap tarqalgan. Bir kuni bu gaplarni buvim eshitib qolibdi. Nevaram she'rlarni o'zi yozadi deb tortishib yurarkanlar. Bir gal shunday voqea bo'lganda, odatda men biror natijaga erishmagunimcha qilayotgan ishim haqida birovga aytishni yoqtirmayman. Buvimdan hozircha ustozlardan o'rganib olmagunimcha she'r yozishim haqida hech kimga aytmay turishlarini iltimos qilgandim. Lekin ular bunga ko'nmagan. Shunda sizni aldagandim, she'rlarni o'zim yozmaganman, yozib berishadi degandim buvimga. Ular gaplarimni eshitgach, mendan xafa bo'ldilar. Keyin men kun bo'yi qancha voqea bo'lgan bo'lsa, hammasini she'r qilib, buvimga tushuntirib aytib berganman. Nabira tortinchoqroq, buvisi maqtanchoqroq degan satrlar o'sha paytlarda yozilgan deydi xonanda intervyulardan birida. Alisher Fayz ustozi Ozodbek Nazarbekov haqidagi kutilmagan sirlarni ham aytib o'tgan. Mirzabek Xolmedovdan dastxat olayotganida telefon raqamini ham so'rab olgan yosh xonanda keyinchalik Mirzabek Xolmedovdan telefonda hol-ahvol so'rab yuradi. Ana shunday suhbatlardan birida Ozodbek Nazarbekovning manzilini so'raydi.
Qiziqchi Mirzabek Xolmedov Nazarbekovning manzilini bilmasligini, surishtirib topib bera olishini aytadi. Qiziqchi aytgan manzilga borgan Alisher Fayz ichkariga qanday kirarman deb biroz ikkilanib turganida apparatlar yuklangan katta yuk mashinasi kelib to'xtaydi. Mashinadagilarga yordam berishini aytib, shu jamoaga qo'shilib, yuklarni tashish bahonasida bino ichkarisiga kirib olgan kichik Alisherga marhum qiziqchi Obid Asomov Ozodbek Nazarbekovning uy manzilini tushuntirib beradi. Shundan so'ng yosh xonanda ustozining yoniga ilk marotaba boradi va unga shogird tushmoqchi ekanligini aytadi. Ba'zi bolalarni yonida kattalar yetaklab, shogirdlikka olishini so'rab borishgan bir paytda Alisher Fayzning bir o'zi shu ishni qilishiga jur'at topgani uchun ham Ozodbek Nazarbekov uni shogirdlikka qabul qiladi. Ilk marta 24 yoshida konsert bergan Alisher Fayz 2005-yilda katta sahnada qo'shiq kuylagandan so'ng odamlar uni tanidimi yo'qmi, shuni bilish maqsadida bozor aylangan. Alisher Fayz bugungi kunda ko'cha-kuyda insonlar uni tanib qolishidan cho'chimasligini, aksincha bundan xursand bo'lishini aytadi. 2005-yili katta sahnaga chiqqanimda hayajon bo'lmagan, chunki avval ham 2003-yilda Turkiston saroyida ustozimning konsertlarida qatnashib, sahnaga chiqib yurganman. Bek vokalda ham turganman. 2005-yili Xalqlar do'stligi san'at saroyida berilgan konsertda men hali tayyormasman deb o'ylaganman. Chunki bundan avval menga seni hali katta sahnaga chiqishga tayyormassan deyishgan. Ammo o'sha yili nima uchundir agar shu safar sahnaga chiqmasam, butun umr buning uchun afsuslanishimni aytishgan. Shundan so'ng meni kechirni ular tasdiqlaganidan keyin kuylaganman. Shuning uchundir balki ilk bora 24 yoshimda yakkaxon konsertimni berganda ham hayajonlanmaganman deydi xonanda. Aslida yo'l qiyshiq emas. Qarashlar uni ba'zida shunday ko'rsatar. Balki hamma gap insonning o'zidadir. Ko'pincha shou biznesda unday bunday deyishadi. Shaxsan men shou biznesda kirdikor ko'rmaganman. Dunyoda 7 milliard inson bo'lsa, ularga men qanday odamman deb bitta savol bilan murojaat qilsangiz, turli xil javob olar ekansiz. Qizig'i javoblar orasida xatosi bo'lmaydi. Savol qanday ediki, hamma javoblar to'g'ri kelaversa, unga adolatsizsan, adolatlisan deyishdi. Xuddi shunday bir vaqtda ham ijobiy ham salbiy javoblar berildi. Bundan bitta ma'no kelib chiqadi. Kengga keng, torga tor dunyo. O'zini o'lja hisoblaganlar qayerda bo'lmasin, ovchi topiladi deydi Alisher Fayz. Hurmatli tomoshabin, videoroliklarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib, xonandaga ijodiy zafarlar tilashni yodingizdan chiqarmang.